Çöçek yalğançı bala. Burun bir bala ot çöpleri bulup, to'qqizi tuluq, suyu iqin, kenetga yaqin bir o'tloqda mahaldagilarning qo'y padilarini boqar ekan. Bu bala aqlini bilgandan beri mush o'tloqda qo'y boqib, mahaldagilarni xotirjam qilib kelgachga, hamma uningdan xush ekan. Balaning padi biqishidan rozi ekan. Demismi, bala qo'y padilarni ajoyib kuyunib boqar ekanki, padi to'pidan biror qadam yiroqlab ketmaydi ekan. Kash kuzning bir atigini balaning hissini aytib, kundalik odati bo'yicha qo'y padilarini haydab o'tloqqa minibdi. Bo'lib qoldim padichi 350 qo'yim bor. Xalq uchun, al uchun to'yib qo'shish o'yin bor. To'ymay qarayman, qo'z bilan o'g'loqqa. Tong saharda chiqaman, padi haydab o'tloqqa. Qo'y o'shkilar do'stlarim, yo'shirmayman qilchsir. Qasd qilmas ularga, men bor yerda bo'rishir. Ash vaqtida bala qo'y padilarni agashtirib o'tloqqa chiqibdi. To'g'roq teraklarni, yontaq pelaklarning g'azonlarini qaqib, oltindek sarg'aygan, misdek tovlangan g'azonlarda padilarni beqibdi. Kashga yaqin bala zerikib, kanatdagilarni ahmoq qilib, o'z ko'nglini xush qilish xayolida kanatga qarab to'g'labdi. Bo'ri keldi o'tloqqa, yuraklarim sap ketdi. Tez bo'linglar xaloyiq, bo'ri qo'yni yeb ketdi. Bo'ri keldi xaloyiq, tez o'tloqqa chiqinglar. Chil bo'rining qorniga ori o'rg'oq tiqinglar. Kanatdagilar balaning ansiz varqirgan ovozini anglab, qilayotgan ishlarni tashlab, ori o'rg'oq, karman tayoqlarni ko'tarishib, o'tloqqa kelsa bo'ri yo'q. Kanatdagilar baldan so'rabdi. Nima bo'ldi jon balam? Buncha tovlab ketgudak. Qani bo'ra ko'rsatgin. Odam chiqdiq yetgudak. Bala kanatdan chiqqan bir to'p odamni ko'rib, qaqoqlab kulib ketibdi. O'zicha shuncha ko'p odamni ahmoq qila olganligidan mamnun bo'ldi. Og'zi tegmay so'zlab ketibdi. Nadin kelgan bo'ri u, men bu yerda bo'ri yo'q. Ahmoq qilib sizlarni oldim bugun rosa zo'q. Bo'ldi qaytib ketinglar. Bo'ri kelsa chalqiray. Ding tutinglar quloqni, boyonqidek varqiray. Kanatdagilar balaning so'zini anglab, ochiqdan yerilg'idek bo'ldi. Xudrashqinicha kanatga qaytibdi. Shundoq qilib, yuqorqidek yolg'onchilik, ko'ngil xo'shligi hafta ichida kunda degidek takrorlanadi. Kanatdagilar baldan asrab, o'tloqqa 3 navbat chiqib yenibdi. Bala shu yo'sinda o'z ko'nglini xo'sh etib yuraveribdi. Bo'ri keldi o'tloqqa, yuraklarim sap ketdi. Tez bo'linglar xaloyiq, bo'ri qo'yni yeb ketdi. Vay izzet qo'ylarim, turunglar-chu, turunglar. Tez ketaylik kanatga, yuringlar-chu, yuringlar. Yolg'on gapni ko'p anglab, ko'nib qolgan kanat xalqi keyingi kunlarda balaning chaqirig'iga ancha zan solmabdi. Garchi balaning ansiz varqirgan ovozini anglagan bo'lsa-mu, oldingi qatimlarda o'tloqqa bekorga chiqib, atay balaning tepa usul o'ynab yurganligini eslab, balani yana o'yin qilyotdi deb o'ylabdi. Hech kimning bala bilan kori bo'lmabdi. Aksicha ba'zilar balaga javoban: "Bo'ldi balam, varqirma, bekor emas qo'limiz. Sening bilan o'ynashqa tagmas endi cho'limiz. Xafa bo'lmay buguncha o'zing yolg'iz o'ynab tur. Bizni ahmoq qilishdan boshqa ishni o'ylab tur." deb o'z ishiga mashg'ul bo'ldi. Yolg'on gap
gap ming takrorlansa rostga aylandu degandek bir kuni o'tloqqa rostila bo'ri kepti. Bola nima qilishini bilolmay bahli qo'rqib ketibdi. Bo'rilar bir qancha qo'yni bo'g'ib tashlabdi. Sirdosh hamrolarning beajal bo'g'ilganligidan chidab turolmagan bola zar-zar yig'labdi. Kanatdagilarni chaqirgan bilanmi o'zining rost gapigami hech kimning ishonmaydiganligini his qilib, bu holda kanatdan yordamga odam kelish umidini uzibdi. Burun kanatdagilarni aldab, ahmoq qilganligiga qattiq pushaymon qilibdi. Kanatdagilarni o'tloqqa chaqirib, bo'riga taqobil turishning yangi amalini izlabdi. O'z vaqtida 2 yil bo'lsa-mu maktabda o'rganganlarini, rahmatlik dadasining nafas uzish oldida aytgan so'zlarini aslab qattiq o'ylanibdi. O'yla shunday amal topibdiki, o'ltirgan yeridan burgidek chachirab turib, kanatga qarab yana tovlabdi. Bayliq topdim, o'tlaqdim, xaloyiq tez kilinglar, lozim bo'lsa qanchalik ixtiyori elinglar. Ma'u qandoq tash o'zi, bilolmadim zodila. Xushalliqdan shu topda sakrab ketdi padalar. Kanatda o'z ishlari bilan aldirash yurgan kishilar balaning boshqa so'zlarini ancha anqirolmasmi, o'tloqdan kelayotgan aks sadodan balaning bayliq to'g'risida bir narsa deyotganligini jazmlashtiribdi. Balaning o'z kantidan tortib, qo'shni kantdagilargacha bo'lgan barcha kishi qo'lidagi ari o'rg'oq, ketman tayoqlarni tashlashga ulgurmay o'tloqqa chiqibdi. Kantdagilarning o'tloqqa qarab yugurib kelayotganligini ko'rgan bola bir buq o'tirib qo'ygan chaqmoq mingus oq qo'shqarning beshiga kelib, mishildab yig'lab mundoq debdi. Boyam, o yerdagi qora toshning qishida padalarga nazar solib o'ltiratdim. Tuyuqsiz mav qo'shqar yanimga kelib, "O'tdi 5 yoz 5 bahor, bo'lding bizga g'amguzor. Aytay sana bu dongda yushirilgan boyliq bor. Bu boyliqda el-yurtni deyishiga u menga bir kelib o'tloqqa qo'l uzatdi. Ah, ona!" Bola so'zining oxirini demay, el tutib yig'lab ketibdi. O'tloqqa chiqqan sodda xalq balaning so'ziga osonlik ishinib, boyliq yoshiringan joyning o'rnini so'rabdi. Bala darhol orqasiga burilib, yelilib bir to'p bo'ri huvlab turgan do'ngni imo qilib, "Ana ash do'ng shu, lekin u do'ngda hozir bir to'p bo'ri." Balaning so'zining davomini anglashga taqat qilmagan kanat xalqi bala imo qilgan do'ngga qarab yuguribdi. Do'nglik chiqib, boyliqqa ega bo'lish xayolida qattiq kuchlangan kanat xalqi qo'llaridagi dehqonchilik saymonlarini qurol qilib, bo'rilar bilan ilishishga boshlabdi. Hamma bo'rini qirib tashlabdi. Shu chaqdan boshlab umrida ketman tishtaydigan bu do'nglikda amgak qaynabdi. Hamma boyliq izlash halakchiligida do'ngni ola qo'ymay aqtirib tuzlabdi. Shundoq qilib, o'tloq bag'ridan hech kim sezmagan holda tabiiy bepoyon bo'z yer echilibdi. O'tloq barg'an siri kengayibdi. Kun bo'yi bu do'nglikda ishlab, boyliq tugul biror tugma chog'liq bir narsa erisholmagan xalq bir chaqda baladan so'rabdi. "Xo'sh balam, do'ngnimi yo'tkab bo'ldik. Endi chaqchaq qilmay, boyliq ko'milgan joyni ko'rsat. Gugum tushkicha boyliqlarni mahalliga yetib olaylik," debdi. Boyliqlarni ko'rishga aldirab, taqti taq bo'ldi. Kanatdagilarning necha soatlik jaboliq ilishish orqali chil bo'rilarni tamoman yo'qotib, o'tloqdagi qo'y padalarni qo'g'dab, tog'dek do'ngni munda yerga aylantirganligidan xushal bo'lgan bola o'tloqda baharaman o'tlayotgan mol chorvalarni ko'rsatib, "Men aytgan boyliq ana shu.
Bugun hammanglar o'tlaqqa chiqib, nobud bo'lish oldida turgan boyliqlarni qutuldirib qoldinglar. Sizlarcha ko'z oldinglardagi bu qo'y padalari boyliq emasmi? Kanat xalqi yolg'onchi bolaga yana bir navbat aldanganligini his qildi. Ko'z oldidagi bargan sir kengayib borgan o'tloq kun siri avvatgan qo'y padalaridan suyunibdi. Bolaning bugungi ahliga abirin o'qib, uning bu qitimliq yolg'onchiligini kechirib o'tibdi. Shuningdan keyin bu bola yolg'onchilikni tashlab, rostchil, adabli bola bo'lib, cho'ng bo'libdi.